Lola? Voy, bu nima qilganing? Ha, bolang tushib qoladi-ku. Men mashg'ulot qilishim kerak. Ha, opa, tinchlikmi? Salonga bormayman deb kepsiz-u? Bitta choyxona palov bo'lsin. Bir maza qilaylik. Hech kim palov qilmaydi. Ismlari Shohida. Avval qayerda ishlagansiz? Dugonamnikida. Nima degani u parazit? Parazit birov organizmiga yopishib oladigan maxluq, tushundingmi? Dunyodagi eng qo'rqinchli maxluq bu odam bo'ladi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Tinchlikmi? Asabiylashganimda nima bilandir shug'ullangim keladi. Hech kim bilan gaplashishni xohlamayman. Nima bo'ldi? Oyim bilan janjallashdingizmi? Yo'q, urushmadik. Shunchaki yuragidagi gapni aytdi. U o'zbek qizini kelin qilishni xohlagan ekan. Meni oyim majburlagandan keyin sen majbur bo'lgansan. Shuning uchun menga uylangansan. Bo'ldimi? Nima bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Shu rostmi? Noto'g'ri gapiryapmanmi? Lena, hammasini juda yaxshi bilasan. Nimaga bu haqda men bilan bahslashyapsan? Men senga yosh bola emasman. Oying hamisha shunday deydi. Senga haqiqat kerakmi? Ha, gapir. Menga juda ham qiziq. Haqiqatni aytaymi? Ha, haqiqatni eshitishni xohlayman. Gapir. Men haqiqatni xohlayman deyapman. Nimaga jimsan? Gapir. Boshlanibdi-ku. Nima, sen meni aybdor qilmoqchimisan? Nima, o'zingni oppoq deb o'ylayapsanmi? Nima? Ahmoq ekansan. Xudoga shukr, qilganlarim kor qildi. Xudo xolasi o'z oyog'i bilan chiqib ketsin. Boshqa yuzini ko'rmayman. Badbashara. Bo'ldi qil, Lena. Voy. O'g'limni urud dedimi? O'zing urudsan. Oldin bitta bolani tug'ib katta qilib qo'y. Tinchib qoldi-yu. Tinchib qoldi. To'xta, Lena. Meni kechir. Kel gaplashib olamiz. Qo'yib yubor meni. Tegma menga, qo'yib yubor, men ketaman. Sendaqa beburt odamni yuzini ko'rgandan ko'ra ketganim yaxshi. Hech qayerga ketmaysan, Lena. Qo'yib yubor qo'limni. Hech qayerga ketmaysan dedim. Ur? Men hozir baqiraman. Yo'limdan qoch. Hech qayerga bormaysan. Meni o'tkazib yubor, yaxshilikcha aytyapman. Hech qayerga bormaysan deyapman. Sendan ruxsat so'ramayman. Qoch. Ketmaysan deyapman senga. Suday. Urishga bilmaydi. Ha? Voy, oyijon. Oyijonlamang. Mana bularni kiyib oling. Bu nima? Endi shuni kiyib yuramanmi? Ay, xudoyim-ey. Kinolarda ko'rganmisiz? Xizmatkorlar nima kiyishini? Shunaqa formada yurishadi, kiyib oling. Oyijon. Oyijonlamang, eshitib qoladi. Uzr, og'zimdan chiqib ketyapti-da. Qo'ying og'zingizni. Jim yuring. Shuni kiying-da. Sodiq Turg'unich yo'llariga chiqing. Xo'p. Bo'ling.
Sodiq Turg'unovichmish. Sodiq aka desam bo'lmaydimi? Nimaga kelding? Nimaga bolani olib qo'ymoqchisiz? Sen baribir uni boqa olmaysan. Men qattiq non yesam ham bolamni boqa olaman. Nima uchun Aysha qiynalishi kerak? Sen bilan qolsa uni kelajagi barbod bo'ladi. Xotiningiz meni bolamni yomon ko'radi. Qabul qilmaydi. Qabul qiladi. Sen ishing bo'lmasin. Men bolamni berib qo'ymayman. Qonuniy otasiman. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Menga qarang, qanaqa odamsiz o'zi? Shunaqa. Maraz odamman. Men bilan hazillashishdan oldin o'ylash kerak edi. Yolg'on gapirishning oqibati mana shunaqa bo'ladi. Ha. Demak, meni unutmabsiz. Unuta olmaysiz ham. Ha, shunday qilib o'ch olmoqchisiz-da. A? Meni xafa bo'lishimni, yalinishimni kutyapsiz. Ha, mayli. Unday bo'lsa, yarashamiz. Menga qara. Sen bilan yarashish niyatim yo'q, tushundingmi? Ko'zimga ko'rinman boshqa. Qani davom eting. Ana. Omon bo'ling. Yaxshi, yaxshi. Yutqizgan kurashga to'ymaydi deydi. Yana bittadan o'ynaymiz, xo'pmi? Mayli. Keling. Keling. Choy ichib olinglar. Mana Sobir To'laganovich. Kim? Sobir To'laganovich. Sodiq Turg'unovich. Qulog'ingiz bilan eshitib oling yaxshilab. Meni ismim Sodiq Turg'unovich. Xo'pmi? Men qara, Banu, bu qizni qayerdan topdingiz? Kechirasiz. Familiyani adashtirib qo'yadigan odatim bor, amaki. Nima? Ko'chadagi kioskada o'tirgan odamni amaki deysiz, xo'pmi? Sodiq Turg'unovich, boring, oshxonaga boring. Amakimish. Arzimagan gapga siqilmang, qo'ying. O'rganib ketadi. Muhim oyoq qo'li chaqqon. Mayli, 1-2 kun sinov muddatida ko'ramiz. Bitta ism Sharif to'g'ri ayta olmagan odam nimani qoya qilishi mumkin? Supur Siddirga unchalik aql kerak emas.
hamma ish qilishga ham farosat kerak, xonim. Marhamat. Rahmat. Qani? Nosirboy, marhamat sizdan bo'lsin Sizlar o'zlaridan. o'tirib turing. Hurmatingiz bor. Boshlang. Men hozir. Qayilma. Undoq bo'lsa biz mana bunday yo'lni ochib qo'ydik. Ha. Menga qarang. Farosatingiz bormi? Amakiga balo bormi? Og'zimdan chiqib ketib qoldi-da. Voy, og'zingiz qursin, tikib yuring dedim sizga tikib. Telefoningizga katta qilib yozib qo'ying. Sodiq Turg'unovich Nazokat Botirovna deb. Xo'p. Bo'ldi. Ovqatingiz tayyormi? Ha, tayyor. Tomosha yetadi. Boring uyga. O'rgating eringizga ham. Nazokat Botirovna Sodiq Turg'unovich deb. Oyjon, avvalgi uyimizda hech ham bunaqa bo'lmagan-ku. Yana oyijon deydi-ya. Voy xudoyim-ey. G'aybul aka, bunga o'xshab boyvachcha bo'lmagan. Ziqnaydi. Undan pul chiqishi qiyin edi. Buni puli vo. Uni sekin o'zimizga o'rgatib olishimiz kerak-ku. Keyin bu kishini jahllari yomon ekan, qo'rqib ketdim. Voy, muncha noziksiz. Jahldor emas. Shunaqa ko'rinadi. Aytganini qilsangiz, hamma narsani vaqtida qilsangiz, hech narsa bo'lmaydi. Boring, kiyimingizni almashtiring, ketamiz. Xo'p. Bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Voy, nima karomat ko'rsatibdi bu. Yaxshi. Hamma yo'q dietistka ovqat bo'pti. Nima? O'g'lingiz oldida uyalib ketdingizmi? O'chir ovozingni. Bu isqirtni nimaga xonangizga kiritdingiz? O'zim kirdim. Menga qara. Qachon bizni oilamizni tinch qo'yasan? Ha, o'lganimdan keyin tinchiysizlar. Menga qara, chiqib ket bu yerdan. Ko'zimga ko'rinma boshqa. Agar meni ko'rishni istamasangiz, arizani qaytarib oling. Hech qachon qaytarib olmayman. Aysha sendek yengiltak bo'lib o'sishiga yo'l qo'ymayman. Ha. Mayli. Unda men ham sizlarni asabiylarga tegishdan to'xtamayman. Hali o'g'lingiz bilmaydigan ancha gaplar bor. Bu nima deyapti? Qanaqa gaplar bor? E'tibor berma. Gapiraveradi, bilasan-ku, achchiq ustida. Aka, hidi muncha shirin. Yur ketaylik. Qornim ochib ketdi-da. Yegim kelyapti. Bo'pti, bitta samsonliqa. Do'y bashliq qilib pulingni ishlatib qo'yasan-a? Sen bilan kelishgandik-ku. O'g'il bola kuchli bo'lish kerak. Mayli, olmayman. Oyim uchun-chi deyman. Lekin rosti hidi chiqyapti. Yur, pulimizni borini sanaymiz. O'zi qancha pul yo'q deng? Sanamadim, lekin ko'p. Agar ortsa bitta somsa olasan mayli. Xo'p. Dada, bu nima deganingiz? U bilan hamma aloqani uzdim degandingiz-ku. Yo, yana bizni aldadingizmi? Men chiqib tura qolay. Nima deyman? Ko'ryapsan, o'zi kirib keldi. Obbo, dada, o'zim ko'zim bilan ko'rdim-ku hammasini.
O'g'lim, men katta odamman. Bitta gapiraman. Men sizdan buni kutmagandim. Butunlay bizni oilamizga qaytib keldingiz deb o'ylab yuribman. Iloyo ilovunda qaytib kelib, shetlidan ko'chib ketsin. Uyimdan ketmagunicha tinch qo'ymayman. Voy, opa nima qilyapsiz? Baylarni ko'rgan kelgandim. Yo'q ekan. Nima sevyapsiz? Voy, hech narsa, o'zi suv sep bilgan ekan. Voy, tavba. Iloyim, qilgan jodularing o'zingga qaytsin. O'zingga qaytsin. Mana. O'zingga qaytsin hammasi. Tavba qildim. Bu qanaqa kampir bo'ldi? Mana aka. Oho, namuncha buklab tashlading? Endi cho'ntagimga berkitib qo'ygandim-da. Ber. Voy. Shunga hijimlanib ketibdi. Aka, yetarmikan? Hozir saniylikchi. Menda ham biroz pul bor edi. Nech pul ekan? 50 ming. Oyimga sovg'a olishga yetadimi? Bilmadim, yetsa kerak. Qimmat sovg'alarga ko'p pul kerak-a? Aka, endi somsaga pul yetmas ekan-a? Ha, unda bugun hech narsa yemaymiz. Yur, do'konlarni aylanib ko'ramizmi? Oyim kelsalar kutib qolarlar-da. Maktabga borishimiz kerak. Darsing tugaganmi? Ha. Meni ham darsim tugagan. Nega oyim keladi? Bugun aytdilar-ku, sizlarni olib ketganda boraman deb. Bo'pti, biroz do'konni aylanaylik, keyin maktabga o'tamiz. Xo'p. Yur. Bo'ldi. Hadeb o'ylavermang. Yo, nimaga qaytib keladi? Qaysoni bolasini tashab ketadi. Va qizini deb kelgan. Qizini ham olsin-da, bo'ldi, keyin daf bo'lsin, ketsin, yo'qolib ketsin bizning hayotimizdan. Menimcha o'sha xotinni o'zi dadajonga yopishyapti. O'ziga borib ayting. Uyini topishim kerak. Baribir topa olmaysiz-ku. Nima qilasiz shu ayol bilan teng bo'lib? Topaman. Mendan qochib bo'lmaydi. Baribir topaman. Yo'q qilaman. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, nima kerak? Opa, bu nech pul? 65 ming. Tillami? Yo'q, oddiy. Sochga taqadigan ham olaylik. Yo'q, shuni olamiz. Oyim taqib yuradilar. Buni yo'qotib qo'yadilar. Mana bu bilak yuzukchi. Bu nech pul? 100 ming. Chiroyli ekan-a? Chiroyli ekan, oyimga yarashadi. Ha, yarashadi. Lekin qimmat ekan. Pulimiz yetmaydi. Sal arzonroq qilib bering. Iloji yo'q. Bor, pullaring bo'lganda kelasizlar. Boringlar.
Ha, ammajon. Biz taraflarga kelib qopsiz. Majbur bo'lmaganimda kelmasdim. Zulfi qani? Zulpi ishdan ketganiga 2 kun bo'ldi. Pattasini qo'liga tutqizib yubordim. Sen o'zi kimsan? Yo, nimanga katta ketasan? Otang qishloqni bir oddiy odami bo'lsa, onang ham kam suqumgina ayol edi. Sen kimga o'xshading, a? Xuddi knyazlarning qiziday o'zingni katta tutasan? Dimog'ing baland. Ammo asabimga tegmang. Men o'qimishli, oliy ma'lumotli shifokorman. Shifokor? Shifokor degani odamni qalbini davolaydi. Sen bo'lsang, qalblarni yaralaysan. Ammo meni kasallarim bor. Hozir obxod qilishim kerak. O'tir joyingga. Zulfini qayta ishga olishni iloji bormi? O'zi zo'rg'a qutuldimi? Unga rahming kelsin. Bechora o'zi zo'rg'a yuribdi. Ustiga ustak homilador. Nima? Hali u homiladormi? Aka, siz oyimga sovg'aga yetmadi-ya. Lekin rosa chiroyli edi-ya. Nima qilamiz, dadamdan so'rab turamizmi? Yo'q, qanaqa qilib so'raymiz? Oddiy, hammasini rostini aytamiz. O'shani rosa olgim keluvdi. Oyim qo'llariga yarashardi-da. Bo'lmasa bir nima qilaylik? Yana bir hafta ovqat yemasak pulimiz yig'iladi. O'shanda olib ketamiz. Aka, ungacha bayram o'tib ketadi-yu. Keyin sotib ketishsa-chi? Boshqa ilojimiz yo'q-da. Ey Xudoyim, oyimga sovg'a olishga yordam bergin. Oyimga sovg'a olishimizni xohlaymiz. Bir marta sovg'a olaylik. Aka, Xudo bizni eshitadimi? Eshitadi. Unaqa demagin, yur. Aka? Pul topib oldim. Mana 50 ming. Endi oyim sovg'alarga yetadi. Jinnim, sen birovniki-ku. Nima qildi? Topib oldik-ku. Kimniki? Bo'ldi. Endi bo'ldi meniki. Yes! Ura! Yes! Ishongim kelmaydi. Nimaga ishonmaysan? Nima? Zulfi tug'a olmaydimi? Qoyilman. Juda ham usta xotin ekan. O'zim ham bir nimani sezgan edim. Shuning uchun tili chiqib qolgan ekan-da. Shunaqa. Sen undan ko'ra qaytib ishga ol. Boshqa joylarda sarson bo'lib yurmasin. Sizni hurmatingiz avvalroq olishi mumkin edi, lekin hozir iloji yo'q. Nega olmaysan? Senga nima yomonlik qildi? Chunki homilador ayollarni ishga olib bo'lmaydi. Pulini o'zim beraman. Pulingizni o'zingizga olib qo'ying. Baribir ishga olmayman.
Shunaqami? Shunaqa. Mana 100 ming topib keldik. O'g'irlab kelmadinglarmi ish qilib? Yo'q, sanab oling. Shu chiroyli bilaguzukni onamga olib beramiz deb niyat qilgandik. Xudo berdi. Bu pullaring juda ham eski-ku. Bularni ola olmayman. Nimaga ola olmaysiz? Yirtilmagan bus-butun qarang. Yo'q, bo'lmaydi. Olinglar, boshqa pul olib kelinglar. Oyimga shu bilaguzukni sovg'a qilmoqchi edik, opa. Iltimos bera qoling. Opa, bera qoling. Oyim sizga duo qiladilar. Oyinglarni yaxshi ko'rar ekansizlar? Ha, oyim dunyodagi eng yaxshi onalar. Bo'pti, ber pulingni. Mana bu meni nomimdan oyingga sovg'a. Rahmat. Xo'p, kattakon rahmat. Oyimga aytaman, sizni duo qilib qo'yadilar. Rahmat kattakon. Bozorlaringiz bersin. Yaxshi boringlar. Qarang buni, Nasrboy. O'yin tugagandan keyin oq-qora narsalar, Nasrboy, bitta idishga tushadi, ha? Ha. Juda to'g'ri gapirdingiz. Bir-birimizga raqib bo'lsak ham, hammamiz bir kuni bitta tobutda ketamiz. Hozir. Labay. Alo dada, kelyapsizmi? Sizni uyda shirin ovqat qilib kutib o'tiribmiz. Ha. Hozir boraman. Xo'p dada, ehtiyot bo'lib keling. Rahmat bolam. Xo'p. Boy. Endi men boray. Bolalarim chaqirishyapti. Bolalaringiz mehron bo'lib qoptimi? Ha, shunaqa. Ha, ko'z tegmasin, Nasrboy. Rahmat boy, aytganingiz kelsin. Iloyim oralaridan mehr oqibat ko'tarilmasi. Mayli, sizni haydovchi borib qo'yadi. Xo'p. Men eski haydovchiga ruxsat berib yubordim. Ertadan yangi haydovchi keladi. Nimaga javob berib yubordingiz? Men begonalarning mashinasida yurgim kelmayapti. O'zimni ishonchli odamim bo'lgani yaxshi. Ofisda ham menga qarashib boradi. Buni qarordan chiqarishdan oldin menga bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lardi. Har qalay, uyni kattasi menman. Boy, mayli, xavotir olmang. O'zim yetib olaman. Mayli. Chiqmadimmi, uzr? Xo'p, mayli. Ha. Yaxshi yetib oling. Rahmat. Uzr. Men bilmabman. Keyingi safar o'zingizcha qaror chiqarsangiz, mendan xafa bo'lmang. Tushundingizmi? Men sizni sevishim mumkin. Ammo tizginimni qo'lingizga berib qo'ymayman hech qachon. Mana buni hech qachon esingizdan chiqarmang. Tushundingmi? Tushundim. Qachon beramiz? Bilmasam. Ertaga ertalab. Lekin zo'r sovg'a oldik-a. Sizga yoqdimi? Ha. Oyimga yoqarmikin, nima deysiz? Albatta yoqadi.
Voy, oyim. Yigit buluqu. Assalomu alaykum oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Kutib qolmadinglarmi? Yo'q. Yo'q. O'zingiz yaxshi ishlab keldingizmi? To'g'risini aytsam, charchadim. Bugun rosa ish ko'p bo'ldi. Sumkangizni bering, men ko'taraman. Yo'q, yengil, o'zim ko'taraman. Yo, bera qoling. Mayli, ola qol. Bugun boshqachasizlar, xursandsilar, ha? Bugun Ilyos 5 oldi. Shunga xursandmiz. Sizni nega kayfiyatingiz yo'q? Voy, to'g'risini aytsam, biroz etim junjikayapti, shamollabman shekilli. O'zim sizga limon choy qilib beraman. Men esa kartoshka qovurib beraman. O'zimni chaqqon dastyorlarimdan. Unda nima qilib turibmiz? Ketdik. Uyga ketdik. Siz kasal bo'lishingiz kerak emas. Xo'p, bo'ladi. Tinchlikmi, birdan chaqirib qoldingiz? Bu gapni telefonda ayta olmasdim senga. Nima gap? Hozir bir xabar aytaman. Faqat hushingdan ketib qolmagin, xo'pmi? Ayta qolsangiz-chi? O'gay onang homilador ekan. Lekin vaqtida haydagan ekansan. Kim aytdi? Qayerdan bildingiz? Bu Joniyni o'zi kelib aytib berdi. Og'izlaridan chiqib ketib qoldi. Menga qaytib ishga ol dedi. Siz nima dedingiz? Yo'q dedim. Nodir opa, bu hali bolasini tug'sa, otam ham uy joyiga ega chiqadimi shunda? Bo'lishi mumkin. Balki shuning uchun tug'moqchidir. Xullas, o'sha bola tug'ilmasligi kerak. Qanday qilib? To'xtang, Banu. To'g'ri. Men biroz asabiylashdim. Lekin bundan keyin mendan so'ramasdan biror ish qilmang. Men ham odamman. Men ham xato qilishim mumkin. Men o'zimni sizni xotiningiz qaror qabul qilishga haqqi bor deb o'ylabman. Birinchi kundan menga baqirasiz, baqirmay menga boshqa. Men sizni bunaqa jahldorsiz deb o'ylamagandim. Xo'p, mayli. Bular ish bo'ldi. Aybimni yuvish uchun sizga atagan sovg'am bor. Nima bu? Bir ochib ko'ring oldin. Ko'rasiz. Shunday narsalarni sizdan kutgandim. Rosa qimmattirsa kerak. Siz bunga arziysiz. Rahmat. Siz bundan ham qimmatiga arziysiz, Banu. Bilaman. Rahmat. O'zimni mehribonim. Xursand bo'ldim. Obbo.
Yana nimaga narsa archib o'tiribsan, ha? Aytdim-ku, kirib damingni olgin dedim-ku. Qo'shnini keliniga aytdim. Hozir chiqaman dedi. Kapelnitsa qo'yib qo'yadi. Xo'p. Yana qaytaladim shekilli. O'shanda tuzukroq davolanmading-da. Oyoqda o'tkazding. Mana endi oqibati. Xo'p. Bolalarga o'zingiz biron narsa qilib berarsiz. Qorni och bolalarni. Xo'p. Qani, sen tur. Bora qol. Bor, damingni olgin. Biz o'zimiz chiroyli qilib eblaymiz, ha bolalar? Nima dedinglar? Ha. Xo'p. Qani, bora qol. Bolalar, menga qarash yuborasizlarmi? Ha. Ha. Qani, ketdik. Yuringlar. Bora qol, damingni ol. Hasan amaki, oyim tuzalib ketadilarmi? Tuzaladi. Tuzaladi albatta. O'lib qolmaydilarmi? Nimaga unaqa deysan? Oyim shunaqa qilib o'lib qolganlar-ku. Men qo'rqyapman. Bunaqa gaplarni gapirma. Tuzalib ketadi oying. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani? Boringlar. Matluba oyinglardan xabar olinglar. Xo'p. Bora qolinglar. Xo'p. Hech kim eshigini ochmadi. Ishqilib, qishloqqa ketib qolmagan bo'lsin-da. Qachon kelisharkin? Nodiraga bekor aytdimmikin-a? Nimaga uni homiladorligini aytdim? Ziyon yetkazmasmikin? Tilim qursin. Zulfa juda ham yaxshi ayol bo'lsa, nimaga sevar uni yaxshiligini bilmaydi? Ko'zi ko'r bu qizni. Nodira bilan tili bir. Ikkalasi bir bo'lib Zulfiyani boshiga yetishdi. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Nimadir bo'ldimi Farhodga? So'rashmay chiqib ketdi. Tinchlikmi? Bilmadim oyijon, kayfiyatlari yo'q. Nima bo'ldi? Ishxonada biror nima bo'ldimi? Xabarim yo'q, o'zingiz so'rab olarsiz. Ovqatni pishirib tayyorlab qo'yganman. Hech bo'lmasa suzib yeyishga yararsizlar? Xo'p, kiyimlarimni almashtirib chiqay. Farhod. Yaxshimisan? Mazing bo'lmayaptimi? Kayfiyatim yo'q. Hech kim bilan gaplashishim kelmayapti. Menga qara, issig'ing chiqmayaptimi? Oyi! Tinch qo'ying meni. Men sizga yosh bolamanmi? Aytdim-ku, yolg'iz hokim kelyapti dedim-ku. Sen nega menga baqiryapsan? Xavotir oldim xolos. Xavotir olmang. Katta bola bo'lib qoldim. Isitmalisam dori olib ichaman. 5 yoshli bolaga qaraganda muomala qilmang menga. Asabim buzilyapti. Katta bola bo'lib qopsan-da. Senga endi onani keragi yo'q, ha? Menga boshqa baqirganingni ko'rmay.
Oyijon, bugun zo'r kun bo'ldi. Meni rosa oyoqlarim charchadi. Men bugun birinchi marta o'zim ishlab pul topdim. Lekin qara qizim, pulga qiziqib qolma. Qora ish qilmasdan yaxshi joylarda ishlashing kerak. Oyijon, yaxshi-ku. Imtihonimga o'zim pul topaman. Sizga og'irligim tushmaydi. Bilasanmi? Hozirgi ishimizdan nimasi yaxshi? Nimasi? Kafeda ishlasang hamisha qorning to'q bo'lar ekan. Voy, oyi. Oh, ana kundani zulmidan qutuldim. Hayotam bor ekan-u. Menga ishim yoqayapti. Charchoni unchalik his qilganim yo'q. Birato'la sen ham ishlik bo'lib qolding. Anu bolani aytgan gapini qara. Zulpa. Voy oyijon. Ketdilar. Voy. Zulpa. Assalomu alaykum. Voy Zulpa. Keling oyijon. Buvi, Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, yaxshi. Yaxshimisan? O'zingiz Yaxshi yuribsanmi? Voy joning o'rgilsin. assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Bu yerda nima qilyapsiz? Zulpa, men yomon ish qilib qo'ydim. Nima bo'ldi, oyi? Seni homiladorligingni Nodiraga aytib qo'yibman. Meni kechir. Og'zimda gap turmaydi. Lap etib chiqib ketdi. Oyi, kep shuni o'ylab o'tiribsizmi? Bilsa bilar, baribir uni qo'lida ishlamayapman-ku. Qani yuring ichkariga. Yuring. Xo'p. Ketdik. Yuring. Hozir Shohruh, sen ketur. Bo'pti bolam. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Yuring. Ketdik. Yur. O'ziga piyola olib kelmadingizmi? Yo'q, bilasiz-ku. Men kechasi choy ichsam, ertalab yuzlarim shishib ketadi. Oling. Bunisi boshqacha. Xitoydan olib kelib berishdi. Boshqacha bu, a? Boshqacha. Yangisi shekilli. Xitoydan kelgan deyapman-ku. Rosa chanqagan ekanman, a. Sizni nima xohlashingizni juda ham yaxshi bilaman. Yuragim bilan his qilaman, yuragim bilan. Siz o'tirib turing. Meni sizga surprizim bor. Juda keyingi paytda surprizlari ko'payib ketdi-da. Dilshod aka, menga Nilun yangi manzili kerak. Tinchlikmi? Ha, iltimos yo'q demang faqat. Men u bilan gaplashib olishim kerak. Mayli, menda bor manzili, lekin o'zingiz borsiz bera olmayman. Birga borsak mayli. Mayli, qachon vaqtingiz bor? 2 soatlardan keyin. Bo'pti, kutaman. Chol, mana shu seyfida ham bir gap bor. Mana shu seyfni ichida nima borligini bilishim kerak. Ha, buva, meni g'iybatimni qilib o'tiribsizmi? Sen qayoqdan paydo bo'lding, ofat? Sizga lagatsiya boraman. O'sha yerga kelavering. Ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Buvimga g'iybat uchun odam topilibdi-da. Rosa meni yomonlayotgan ekanlar, borsam.
ertalab o'zim olib kelaman. Yo'q. Siz uni uyiga bormaysiz. Ikkinchi qavat o'ng qo'ldagi uy. Bo'ldimi, unda kirib chiqay. हेलो गाइज, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, हर महादेव, जय श्री राम। तो आप सभी के एक और नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो अभी हम लोग हैं रूम पे और चलते हैं। अभी इधर बिना भी खाना बना रहे हैं। देखिए, ये हम लोग का किचन हो गया पूरा। हम लोग का किचन है, पूरे के पूरे खाना बनाइए और खाइए। और एक और वीडियो आपको दिखाएंगे पूरे हम अपना जो भी फ्लैट वगैरह है, जो भी उसका सब टूर कराने वाले हैं। तब तक देखिए, यहाँ पे खाना बन रहा है। हम लोग को खाना में क्या क्या बन रहा है बिना भी बताएंगे खाने में क्या क्या बन रहा है अभी। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? देखिए, खाने में हम लोग बना रहे हैं आज दाल, चावल, सब्जी, लौकी का सब्जी है। उसके बाद भी इधर दिखाइए सलाद है। ये जो प्याज काटे हैं सलाद के लिए, देखिए, और टमाटर है और ये मिर्ची है। ये जितना मिर्ची दिख रहा है ना आपको, ये पूरा फ्राई होगा खाने के लिए। उसके बाद फिर सलाद में भी मिर्ची कटाएगा। मिर्ची खाने में कमी नहीं होता है, मिर्ची खाने में कमी नहीं होता, इसीलिए आवाज हम लोग का कुछ ऐसा है। और इसीलिए आवाज में थोड़ा टान है, क्योंकि मिर्ची का कमाल है और कुछ नहीं। और चोखा वगैरह भी बन रहा है। इधर आलू उबाल रहे हैं, आलू का चोखा बनेगा। दाल, चावल, सब्जी, चोखा, क्योंकि हम हमारी पावर इसी को बोलते हैं। चोखा जरूर बनेगा भाई, चोखा जो डेली बनता है चोखा। उसके बाद में इधर अचार भी है, ये देखो, खत्म हो गया, फिर आएगा। अमरे का थोड़ा सा है, आज चल जाएगा, आज भर चलेगा, चलेगा। कल से नहीं चलेगा तो अभी आएगा, लेकिन आज भर चल जाने लायक है, चलेगा। डेली हम लोग का है भाई। ऐसा है कि खाने में कमी नहीं, कहीं भी रहो, खाने में कोई कमी नहीं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को के लिए कैसा कैसा ब्लॉग लेके आया जाए। और पहली बात है कि हम लोग को थोड़ी सी समय की कमी है। और समय की कमी क्या है भाई, सोने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है, सोने से जिस दिन फुर्सत मिल गया ना, उस दिन हम लोग कंटिन्यू काम करने लगेंगे। और कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू ब्लॉग किया जाए और आप लोग के साथ कनेक्ट रहा जाए, क्योंकि उससे आप लोग से कनेक्ट भी रहा जाता है। और यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी आप ब्लॉग देख रहे हैं ना, वहाँ का रीच अच्छा रहता है, तो मज़ा भी आता है ब्लॉगिंग करने में। और आप लोग अगर अच्छा रिस्पांस दिए इस ब्लॉग वीडियो को, तो हम एक पर एक ब्लॉग वीडियो लेकर आएंगे, ये वादा है आप लोग से। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई 1, 2, 4, 5 सब्सक्राइबर बढ़ते रहता है ना। और लाइक जरूर कीजिएगा, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अंदर से, यार चलो, रुपया आए चाहे ना आए, उससे मैंने मतलब नहीं है, लेकिन लाइक जब वीडियो पे आता है, व्यू आता है, तो मज़ा आता है ब्लॉगिंग बनाने में या कोई भी रील्स वगैरह डालने में, चाहे जो भी। जब लाइक आता है और सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो आप लोग को अगर अच्छा लगता हो, और देखिए, सब्सक्राइब करने में एक पैसा भी नहीं लगता है, 1 रुपया खर्च होने वाला नहीं है। कौन सा रुपया लगता है भाई? ऐसा थोड़ी है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको हम सर पे बैठ जाएंगे, टांडो करने लगेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो अभी हम लोग हैं 4 फ्लोर पे और अभी अंधेरा हो रहा है और पीछे का व्यू कुछ इस तरह आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ का, दिन में एक वीडियो बनाएंगे मॉर्निंग में, और आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ का पूरा टूर कराने वाले हैं। एक पर एक अच्छा अच्छा मंदिर है यहाँ पे। अभी हम लोग हैदराबाद में हैं, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इससे पहले भी ब्लॉग हम डाल चुके हैं हैदराबाद का, और गोलकुंडा वगैरह का घूमने गए थे हम लोग, सब जगह के वीडियो डाले हैं। तो आप लोग अच्छा अच्छा सा कमेंट कीजिए
और अच्छा अच्छा सा ब्लॉग हम लेकर आते रहेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा जगह का ब्लॉग लेकर आते रहें, हम आप लोगों को इंटरटेनमेंट कराते रहें, थोड़ा सा मनोरंजन कराते रहें। और क्या बोले कि एक और चैनल है मेरा, और अभी उसको रिवील तो नहीं करेंगे, लेकिन उस पर जो भी अभी के डेट में कंट्रोवर्सी वगैरह हो रहा है, उस सब का वहाँ पे सच्चाई आने वाला है हम लोगों के साथ में, हमारे और विनय भैया के साथ में। उस पर एक पर एक पूरे के पूरे आपको डिटेल्स के साथ उस पर सच्चाई हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। एक और जो चैनल है आप लोगों के साथ रिवील करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। जब भी वीडियो आएगा उस पर आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और उस समय आपको हम चैनल भी बताएंगे कौन सा क्या नाम से चैनल है वो। और आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए आप लोग मुझे, और हम जो है कि अच्छा अच्छा सा ब्लॉग लेकर आते रहे आप लोगों के लिए, ठीक है। बात है कि इससे पहले हम दूसरे फ्लैट में रहते थे, जो कि उसमें 4th फ्लोर्स पे रहते थे हम लोग, लेकिन आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पता ही है कि सीढ़ी वगैरह चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और पता है रुपया उतना ही लगता है। हैदराबाद में है भाई, अगर आप रूम ले रहे हैं तो पूरे के पूरे फ्लैट लेना पड़ेगा। एक सिंगल रूम लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। एक सिंगल रूम लीजिएगा 5 या 6 हज़ार में मिलेगा, पूरे के पूरे फ्लैट मिल जाएगा 12,000 13,000 में, जिसमें रूम होगा, 2 रूम होगा, हॉल होगा, किचन बाथरूम वगैरह सब कुछ पर्सनल होगा अपना। तो हम लोग का ये जो है पूरे के पूरे एक फ्लैट है, और इसमें 2 रूम, हॉल दिया है, किचन बाथरूम सब कुछ है, और सब पर्सनल है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो था कि सीढ़ी चढ़ के उतरो और चढ़ो, इसमें लिफ्ट भी हम लोग का है, जो कि यूज कर सकते हैं। दिन भर में जितने बार यूज करना है उतने बार यूज हम लोग कर सकते हैं, कोई, क्योंकि लिफ्ट का चार्ज भी अलग से लगता है। यहाँ पर 1 बंदा का 500 रुपये लगता है महीने का, समझ रहे हैं। तो आप लिफ्ट यूज कीजिए। तो ऐसे करके आपको हम पूरे एक ब्लॉग बनाएंगे, आपको हम पूरा दिखाएंगे, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि लिफ्ट अपने पूरे जो भी मेरा फ्लैट है सबको सब कुछ दिखाने वाले हैं आपको हम। तो आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, इतना ही गुजारिश है आप लोगों से, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या करें और क्या क्या करें भाई। बहुत संघर्ष तो कर रहे हैं हम लोग, यूट्यूब फेसबुक पे थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या भाई बहुत, लेकिन सफलता मिल नहीं रहा है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कर दीजिए, तो हम लोग सिस्टम फाड़ देंगे। सही बात है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और है कि बाकी तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। रुपया का मायने मतलब नहीं है भाई। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी बात है भाई, सबको ही आता है रुपया कमाने, ठीक है, मानते हैं रुपया कमाने सबको ही आता है। सब कोई चाहता है कि भाई अगर हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं ना, तो रुपया कमाना है मेरे को। लेकिन इंस्टा पे कौन से रुपया आता है, फिर भी लोग काम कर रहे हैं ना, उस पर कोई रुपया देता है ना, नहीं देता है ना, नहीं देता, फिर भी लोग काम करता है, ठीक है। और उसमें है कि रुपया नहीं भी मिलते हुए भी काम करता है लोग। तो उसी तरह है, वही सोच समझ के हम लोग भी काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। भाई रुपया कोई मायने मतलब नहीं है। खैर तो रुपया सब कोई कमाना चाहता है, हम भी कमाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अटैचमेंट। आप लोग से अटैच रहना चाहते हैं थोड़ी सी, और क्या बोले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और थोड़ा सा हेल्प कीजिए। देखिए भाई, हम YouTube पे मतलब दूसरे की तरह रोकर वीडियो नहीं बनाएंगे कि भाई मेरे को सपोर्ट करिए ऐसे करके। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा काम करेंगे कोई भी सपोर्ट करेगा। तो कोशिश है हम लोगों को कोई अच्छा काम करके दे आप लोगों को, कि आप लोग सपोर्ट करें, ठीक ना। और मुझे लगता है जहाँ तक कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और
मेरा कम से कम इस यूट्यूब से फर्स्ट कमेंट आ जाए, यहाँ तक आप लोग सपोर्ट कीजिए। उसके बाद तो भाई आपको पता ही होगा कि जब फर्स्ट कमेंट आता है कोई सोशल मीडिया से ना, तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा अंदर से जुनून ही अलग आता है। और ये जो चैनल है मेरा मोनेटाइज चैनल है, मोनेटाइज फर्स्ट कमेंट आप लोग के ऊपर है कि कितना जल्दी आएगा, और आएगा तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। ऐसा बात थोड़ी है भाई कि जो हेल्प करे उसको नहीं बताएंगे, हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प कीजिए। जिस दिन आप लोग हेल्प कर दिए ना, मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट कमेंट आ जाएगा, समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है। देखिए खाना बना कि नहीं बना यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, क्या कि देखिए एक दूसरे के सपोर्ट से कुछ होने वाला है। आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सब कोई आगे बढ़ेगा, सब कोई सोशल मीडिया से आगे बढ़ेगा। सपोर्ट कीजिए। पे काम करते हैं तो आप अपना आईडी कमेंट कीजिए, सपोर्ट जरूर मिलेगा, आप लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा, आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए। और एक दूसरे सपोर्ट नहीं चलना है। हाँ, सेकंड बात है कि भाई कम से कम फर्स्ट कमेंट आने तक हेल्प कीजिए आप लोग। और जब फर्स्ट कमेंट आ जाता है ना, थोड़ा सा जुनून ही अलग आता है। ठीक, आज की डेट में देख रहे हैं कि फेसबुक बहुत कोई का मोनेटाइज हो रहा है, कंटेंट मोनेटाइज। अगर आप लोगों को भी 5000 प्लस फॉलोअर्स है तो एक बार कमेंट कीजिए मेरे पास, ठीक है? आप लोगों का भी फेसबुक मोनेटाइज होगा, और ज़रूर होगा। कुछ आदमी के वो टूल नहीं मिल रहा है, फिर भी वो टूल लाने का कुछ अलग ही तरीका है, रिपोर्ट करने का, टूल मंगाने का और कंटेंट मोनेटाइज करने का। फेसबुक बहुत जल्द मोनेटाइज हो रहा है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप सिर्फ डेली के 2 रील्स 3 रील्स डालिए, फ़ोटो डालिए 1-2, और स्टोरी वगैरह लगाते रहिए। और 5000 प्लस अगर फॉलोअर्स हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने भाई को याद जरूर कीजिएगा, और आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगा, ठीक ना? आप मेरे को हेल्प कीजिए, आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगा। तो आप लोग सबसे बड़ी बात है भाई कि देखिए इस लाइन में बहुत रुपए कमाए हम लोग, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग का किस्मत थोड़ा सा छोटा था। हम लोग के वजह से आज कितने आदमी राज कर रहा है, लेकिन हम लोग दूसरे को आगे बढ़ाने में आज हम लोग ये यहाँ पे हैं। और आज जाके समझ आता है हम लोगों को कि वो काम सही नहीं था, समझ रहे हैं? आजकल दूसरे को हेल्प करो ना। अगर कहा हुआ बात है भाई कि यार किधर फंस गया है, अगर किसी को उंगली धराओगे ना तो गर्दन पकड़ लेगा। वही चीज़ है, बहुत हेल्प की है, बहुत कोई को हेल्प की, हम लोग बहुत आगे बढ़ाएं, लेकिन हम लोग खुद ही इस जगह पे हैं। तो आज अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई हम किसी को यहाँ तक पहुँचा दिए हैं ना, तो कहेगा कि तुम जब किसी और को पहुँचा दिए तुम क्यों नहीं पहुँचे। तो वही बात है, आज हम लोग किसी को यहाँ वहाँ तक पहुँचा चुके हैं, यहाँ तक, समझ रहे हैं? यहाँ तक पहुँचाए हुए हैं हम लोग, अभी यहाँ पे हैं। यहाँ वाला के बात अगर किसी और के कहेंगे ना, वो बोलेगा कि यार क्यों झूठ बोलते हो। अगर यहाँ पे जो है ना, उससे भी अगर हम बोलेंगे कि तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मेरा हाथ है, तो बोलेगा कि अगर तुम खुद यहाँ पे हो तो मेरे को यहाँ कैसे लगे। समझ रहे हो? वो आज खुद नाम नहीं लेता कि आपके वजह से हम यहाँ तक आए। कुछ है आज भी, कुछ आदमी है जो कि नाम लेता है कि रंजन भैया ने भैया आपके वजह से हम यहाँ तक आए हैं, तो अच्छा लगता है। और कुछ आदमी है कि चलो यार इग्नोर कर दिए, तो इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करने वालों को करने दो। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए और थोड़ा सा हेल्प कीजिए, और हेल्प आप लोग कीजिएगा ना
मज़ा आ जाएगा भाई। अगर जिस दिन आप लोग हेल्प कर दिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिए ना, तो आप लोग भी देखिएगा इसी चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्या बोले भाई, आज बोलने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए, बाकी तुम देखेंगे, समझ रहे हैं। इसी चैनल पे हम दिखाएंगे उस आदमी को, कुछ आदमी है कि कहाँ वो है और फिर कहाँ आया है, वो फिर आएगा मेरे पास। सिर्फ आप लोग की वजह से, हम चुप रहते हैं। हकीकत बात है, अगर जिस दिन आप लोग सपोर्ट कर दिए ना, उस दिन मेरा भी मौका आएगा कि उस सबको दिखाएंगे कि क्या चीज़ होता है, समझ रहे हैं। कि किसके, उस दिन वो अपने जबान से खुद बोलेगा कि किसके वजह से वो वहाँ तक पहुँचा है। लेकिन आज बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो पता है मेरे को ये वीडियो देखेगा। और भी बताइए आप लोग कैसा कैसा ब्लॉग चाहिए आप लोग इस चैनल पे, कमेंट जरूर कीजिए। और ये भी कमेंट कीजिएगा जो भी हैदराबाद आया होगा, घूमा होगा सिटी वगैरह, तो ये भी कमेंट करेगा कि कुछ ऐसा जगह बताए जहाँ पे हम लोग जाकर ब्लॉग करें, वहाँ पे ब्लॉगिंग करें, आप लोग को पसंद हो वहाँ का ब्लॉगिंग हम लाएं। ठीक है, आप लोग कमेंट कर, सिर्फ कमेंट करना है आप लोगों को और लाइक करना है। सब्सक्राइब तो आप अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को हैदराबाद में कोई भी सिटी हो, हाईटेक सिटी से लेके मतलब बहुत बड़ा सिटी यहाँ पे कहीं भी, वहाँ का ब्लॉग वीडियो लाने के लिए हम जरूर लाएंगे। कोई ऐसा जगह बताइए आप लोग जहाँ का ब्लॉग लाया जाए, कोई फेमस जगह जो आप लोग अगर घूमे होंगे या जानते होंगे, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम वहाँ का ब्लॉग जरूर लाएंगे। और एक और चीज़ है भाई, सेकंड वीडियो में हम जरूर बताएंगे आप लोगों को एक चीज़ कि हम लोग के साथ ऐसा क्या हुआ कि हम लोग अभी हैदराबाद में, अगला वीडियो लेकर जरूर आएंगे हम इस पे कि अभी हैदराबाद में हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या चीज़ के लिए आए हैं, क्या मेरा मकसद है, सब कुछ बताने वाले हैं आप लोगों को। अभी जवाब देना नहीं चाहते हम, जिस दिन बाबू जवाब देना शुरू करेंगे ना, उस दिन पता चलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे को जवाब देने लायक बनाइए, तो देखिए क्या करते हैं, समझ रहे हैं। आगे तो आप लोग समझ रहे हैं। और मेरे टीम को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। हम लोग की टीम आज मतलब सब कोई अलग अलग विभाग में अपना अपना काम कर रहा है। कोई कॉमेडी लाइन में, कोई सॉन्ग लाइन में, कोई वीडियो लाइन में काम कर रहा है अपना अपना, कोई डांसिंग लाइन में है, मतलब सब कोई अपना अपना, कुछ आदमी बाहर भी कमा रहा है। तो ऐसा है कि भाई सब कोई अपना अपना लाइन में फिक्स हो चुका है, काम कर रहा है। लेकिन कुछ नहीं, वीडियो बनाएंगे हम इस चीज़ पे, और अगला ब्लॉग जो आएगा ना, ज़रूर बताएंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम है। एक गाना है ना, जिस दिन जबानत से बाहर आएंगे, आना है भाई, फिर उसी फॉर्म में आना है हम लोगों को, सोच रहे हैं उस फॉर्म में फिर से आने के लिए। और अगर आ गए ना उस फॉर्म में फिर से, कुछ अवधि है भी टारगेट पे अभी। और भाई मेरे से किसी को हमसे दुश्मनी, हमें नहीं करना किसी से दुश्मनी, लेकिन कुछ आदमी को दिखाना है, काम के मकसद से दिखाना है भाई। ऐसे तो किसी से दुश्मनी भाई नहीं करना मेरे को। जो अपने आप को बड़ा मानता है माने, हम छोटा हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता देंगे कि छोटा पैक बड़ा धमाका ये भी होता है, समझ रहे हैं। खुल के हम नहीं बोल रहे हैं अभी, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है, सोच रहे हैं कि बोल दें,
फिर सोच रहे हैं क्या बोले, माइंड में मेरा क्या है बोले, लेकिन उस पर हम डेडिकेट करके वीडियो लाएंगे, जरूर लाएंगे आप लोगों को। और हम और विनय भैया बैठे रहेंगे ना, उसी समय आपसे हम बात करेंगे, आप लोगों को हम बताएंगे उसी समय कि ऐसा क्या मकसद है हम लोगों को कि हम लोग अभी हैदराबाद में हैं। आप लोगों को ज़रूर बताएंगे हम, ऐसा समझ रहे हैं, अगला ब्लॉग में। और हम और विनय भैया जिस दिन बैठेंगे उसी दिन बताएंगे आपको। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन सबके लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, और प्रॉब्लम आता है जाता है। अब उसके लिए क्या है टेंशन लेना भाई। चलो यार, चलिए तो मिलते हैं अगला ब्लॉग वीडियो में। जय हिंद। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।